negativ отношение bo'ladi, yoqimsiz отношение. Juda stressli, odamni faqat ko'nglini, xotirjamligini o'g'irlaydigan отношение bo'ladi. Отношениедagi bitta inson ketamanga tushib qolaveradi. Faqat ketaman. Biroz asgina bo'layotgan muammolarga ham ketamanga tushib qoladi. Bu haqiqiy katta manipulyatsiya. Sizni kuchsiz tomoningizni ushlab olib va bog'lanib qolganingizni bilib turib, shu narsani katta qurol qilib olish. Bunaqa insonlar umuman investitsiya qilmaydi. E'tiborini, energiyasini umuman farqi yo'q. Nima bo'ladi? Va o'sha aytib o'tdim-ku, ana kuchsiz tomoningizni ushlab olganda, ketaman, to'xtatinglar, o'xshamayapti, bo'lmayapti. Mana shu narsani ushlab oladi. Inson bitta narsani aytaman, siz ham keta olasiz. Balki rahm qilayotgandirsiz yoki vaqtingizga achinayotgandirsiz. Ular vaqtiga achinmasa, unaqa insonlar o'tkazgan vaqtiga achinmasa, energiyasiga achinmasa, o'zingiz uchun chiroyli bilib qo'ying. Biling, siz ham